Akalar bu mashinani kattaligini qaranglar. Mendaqa ixcham bolalarga juda ham yarashadigan mashina ekan. Lekin ko'rinishiga qaraganda narxini ancha arzon deyapti. Videoda oxirigacha ko'rsanglar sizlarga batafsil ma'lumotlarni berib boramiz. Bu mashina bilan hech qachon ko'chalarda qolib ketmasanglar kerak, chunki polni bak bilan 1300 km yurar ekan. Bu mashinamiz gibrid ekan. Funksiyalari keladigan bo'lsa akalar, Abduf, Abagrev, mana bunaqa panoramli lyuk, Sony akustika sistema keyin 380 emas 540 graduslik kameralari bor ekan. Ular funksiyalarini sanab sanoqqa yetolmayapman. Buni qarang, jigar, orqa sidinalari shunaqa splashnoy bo'lib yotar ekan. Spalni sifatida sayohatlarga chiqqanda oilaviy foydalansanglar ham bo'laveradi. Endi 10x ta menga kelmay qoldi bu mashinaga. Yaxshi niyat yarim mol deyshadi. Ona duo qiling, tez kunlarda mana shu mashinani meni uyga boring. O'ta go'zal. Hozir aytaman, mashina haqiqatda zo'r. Oladiganlar yoki qiziqadiganlar bo'lsa, o'sha aeroport Kurgavoydan kirganda, o'ng qo'ldagi avtosalonga Jetaurga kelaverasizlar. Menga o'xshab test drive ko'rishinglar mumkin.